Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi. O'zbekiston Respublikasining yetakchi tibbiy muassasalaridan biri bo'lib, dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya sohalarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Markaz aholiga zamonaviy va ilmiy asoslangan tashxislash va davolash usullari bilan xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish markazning asosiy faoliyatlaridan biridir. Jumladan, markaz quyidagi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadi: dermatologiya, teri kasalliklarini tashxislash va davolash; venerologiya, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni davolash va profilaktika qilish; kosmetologiya, estetik muammolarni bartaraf etish, jumladan yuz va tana parvarishi bo'yicha ilg'or muolajalar; mikologiya, zamburug'li kasalliklarni aniqlash va davolash; plastik jarrohlik, tashqi ko'rinishni yaxshilashga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari; soch ekish, soch yo'qotish muammosini hal qilish; podologiya, oyoq terisi va tirnoq kasalliklarini davolash. Markazning imkoniyatlari quyidagicha: 160 dan ortiq bemorga statsionar davolash uchun o'rinlar mavjud. Maslahat poliklinikasi bir smenada 100 nafargacha bemor qabul qila oladi. Zamonaviy laboratoriyalar, teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tashxislash va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. 96 nafar yuqori malakali shifokor, ulardan 13 nafari tibbiyot fanlari doktori, 23 nafari tibbiyot fanlari nomzodidir. Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi quyidagi innovatsion xizmatlarni taklif etadi: vitiligo kasalligida avtomelanotitlarni ko'chirish, terining rang o'zgarishiga qarshi innovatsion usul. Depigment sohasini dermabraziya, ya'ni apparat yordamida dermabraziya qilamiz va shu sohaga keyinchalik shu tayyor bo'lgan melanosit hujayralarimizni qo'yamiz va shu sohani maxsus materiallarimiz bor, xirurgik materiallar. O'shalar orqali yopib qo'yamiz. Shunda amaliyotdan keyin bemor qo'li sohasida joylashgan bo'lsa, bu 7 kun davomida bog'lovlar turadi. Ya'ni bemorlar hech qanaqa perevyaskalar yoki boshqa narsalar qilishlisi shart bo'lmaydi. Soch va qosh ekish, tabiiy soch tiklash, video-trixodermatoskopiya, soch va bosh terini batafsil diagnostika qilish. Hozirgi kunda biz 5000 tadan ortiq soch ekish jarayonini o'tkazganmiz, hammasi muvaffaqiyatli. Asosan bemorlarimiz 70% bu o'zbekistonlik, 30% bu chet el hisoblanadi. Jinsiy a'zolar autoplazma terapiyasi, hujayralar yangilanishini rag'batlantirish. Kondilomalar, kontagiozniy mollyuskalarni davolashda ishlatiladigan uskunasidan biri hisoblanadi. Plastik va estetik jarrohlik, lazer texnologiyalari va zamonaviy jarrohlik usullaridan foydalanish. Hozir biz bemorimizda husnbuzarni davolash muolajasini o'tkazamiz. Bu ko'rib turganingizdek PGL lazer bu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni husnbuzarga ta'sir etuvchi o'sha qon tomirlarni yallig'lanishlarini ketkazish uchun. Bundan tashqari yana propion bakteriya akneni o'ldirish uchun xizmat qiladi bu lazerimiz. Fizioterapevtik davolash usullari, muolajalar orqali teri kasalliklarini davolash. Markaz o'zining yuqori malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalari bilan aholiga eng yaxshi tibbiy xizmatni ko'rsatishga intiladi va aynan bugungi dasturimiz orqali biz sizga markazning bir yo'nalishidagi ko'rsatiladigan xizmatlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Xo'p, Hamza aka, assalomu alaykum. Tuzumisiz, yaxshimisiz? Qalay ahvollaringiz? Bugun davolanishi 8-kuni. Hamza aka, nechinchi marta kelishingiz bizga? 3-marta. 3-marta. Birinchi kelganingizda qalay edi ahvollar? Birinchi kelganimda bunlar uchida bor edi. Tushkunlikda edi. Hozir ancha yaxshi xudoga shukr. Sizga ham kattakon rahmat. Bemorimizga kelganimizda mana hozir sal dog'larni ko'rishimiz mumkin. Barmoq uchi hamma sohasida oq dog'lar kuzatilardi. Bemorimizning qo'l sohasida bu yoqlarida oq dog'lar bu yoqda bor edi, bu yoqda bor. Hozirgi kunda mana ko'rib turibsizlarki,
odatiy holda teri qanday rang bo'lsa shu rang holatiga kelgan. Hozirgi 3-kelishlardan maqsad mana hozir ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana sohasida ozgincha dog'imiz qolgan. Bemorimizda hozir 8-kunda lazer UVB va mezoterapiya traditsion shaklda davolanyaptilar. Bemorimizda 3-kurs lecheniya olyaptilar. Bemorimizda ancha yaxshi. To'g'rimi Hamza aka? Olayotgan muolajalardan bezovtaliklar yo'qmi? Da. Bemorimizni tekshirganimizda bularda autoimmun protsessi, qalqon son bez faoliyati, ortiqcha vazn, organizmda vitamin mineral yetishmovchiligi kuzatilganda bemorimizga hozirgi kunda kompleks davo o'tkazyapmiz. Bu kompleks davo bu maxsus fizioterapik muolajalar davomida, to'g'rimi? Qo'llaringizga hozirgi kunda svet lazeri olyapsiz, to'g'rimi? Lazer hamma muolajalar olyapti. Da. Bemorimizga plazmaferez muolajasini o'tkazdi. Ortiqcha vazn bo'lib, jigarlar yog' bozganligi va hozirgi kunda oshqozon hazm qilish sistemasi bo'lgani uchun gastroenterolog bilan birga, endokrinolog bilan birga hozirgi kunda davo choralari olib boryapmiz. Sizga ham kattakon rahmat. Manga shifo topdik. 3-marta kelib. Sog' bo'ling, kasal bo'lmang. Ishqilib bu kelganingiz oxirgisi bo'lsin. Dermatovenerologiya kosmetologiya markazimizga kelgan barcha bemorlar birlamchi maslahat poliklinikasidan ko'rikdan o'tishadi. Bizning maslahat poliklinikamiz bir kunda 100 kishiga mo'ljallangan poliklinika hisoblanib, bu poliklinikada 11 dan ortiq oliy toifali tibbiyot fanlari nomzodlari va tibbiyot fanlari doktorlari xizmat qilishadi. Bizning barcha shifokorlarimiz jahon standartlariga javob bergan holda o'z malakalari ustida yuqori o'qishlarda o'qib, o'z ustlarida ishlab kelmoqdalar va barcha bemorlarimiz yuqori malakali shifokorlar maslahatidan olib, o'z navbatida yuqori texnologiyali innovatsion tashxislash usullari orqali bemorimiz laboratoriya tahlilidan o'tib keldi. Hozir bir minut kirib turing, men hozir bemorni ko'rib beraman. Bu bemorlarimizni yuqori texnologik innovatsion tashxislash usullaridan o'tgan holda, aniq tashxis qo'yilgan holda ularga malakali yordam berib kelmoqdamiz. Bir necha yillardan beri qo'limga oq-dog' tushyapti. Shu masalada keluvdim. Oddiy odamlar orasiga qo'shilishda noqulaylik bo'lyapti. Yaqqol ko'rinib qolyapti. Shikoyatingiz dog'larga, to'g'rimi? Oq dog'larga. Maylimi ko'rsam? Qani ko'rsatingchi? Keling. Unda ichinimda naq qiling. Kasalligingizni nima bilan bog'laysiz? Doimiy stress bo'lsa kerak. Stress holatlari bilanmi? Xo'p, bu kasalligingiz bo'yicha biror bir joyda davolanib Internetlardan oddiy kremni olib ko'rdim. Surib ko'rdim bir necha yil har xil internet do'konlardan, lekin foydasi bo'lmadi. Qarang, bu sizda oq dog', teriga rang beruvchi hujayralar nobud bo'lishidan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallik sababi ko'p bo'lgan kasalliklar turiga kiradi. Asosiy sabablaridan bittasi mana siz aytganda stress holatlari, har xil surunkali qo'rqib ketish yoki qanaqa biror bir nevrologik faktorlar bo'lganda ham kelib chiqishi mumkin. Va bu ko'pincha organizmda bo'ladigan autoimmun proseslar, gormonal o'zgarish, organizmda kerakli bo'lgan vitamin mikroelementlarning yetishmovchiligi, parazitlarning bo'lishi bu kasallikni qo'zg'atishi mumkin. Siz stress bilan bog'laysiz, to'g'rimi? Xo'p, bu kasallik avlodda bormi, yo'qmi? Avlodda yo'q. Siz bo'lishingiz bo'yicha yo'q. Xo'p, hozirgi kunda ham dog'laringiz kattalash kuzatilyaptimi yo turibdimi stabil holatda? Sekin-sekin kattalashi davom etyapti hozirgi kunda ham. Xo'p, dermatologlarda yoki davolanmagansa bu dog'lar bo'yicha endi murojaat qilib kelyapsiz. Biror bir tekshirishlardan o'tdingizmi bu kasallikni? Bu holatlarni tekshirish uchun kasallikda endi murojaat qildingiz. Qarang, birinchi navbatda kasallikni keltirib chiqaruvchi sababini aniqlashimiz kerak. Nima sababdan bu dog'lar paydo bo'lyapti? Yuqorida aytib o'tilgandek, bu sababi ko'p bo'lgan kasalliklar turi kirgani uchun birinchi navbatda hozir tekshirishlardan o'tasiz. Kasallikning sababini aniqlagan, bartaraf qilgandan keyin buni o'zi davolash taktikalarini o'ylab ko'ramiz.
Bizning markazda davolash ikki xil usuli bor. Shu har xil lazer nurlar yordamida konservativ usulda davolash mumkin va operativ o'sha teriga rang beruvchi melanin moddasini ko'chirib o'tish bo'yicha davolash mumkin. Lekin siz yuqorida aytib o'tirgandek, o'ziga yarasha hozir kunda kattalashish kuzatilyapti dedingiz-ku. Bu kasallikni birinchi navbatda kasallikni stabil holatga to'xtatgan holda kasallikni keltirib chiqaruvchi sababni bartaraf etgandan keyin yog'ini ko'ramiz. Buni davosi bor. Albatta davosi bor. Siqilmang. Bu to'g'ri O'zbekiston sharoitida psixologik ko'pchilik tarafdan buni qabul qilish qiyin bo'ladi, lekin bu kasallikning yechimi bor, davolab insonlar qatoriga bemalol qo'shilishib, hayot tarzingizni o'zgartirib davom ettirishingiz mumkin. Vitiligo haqida bugun suhbatlashar ekanmiz. O'zi vitiligo qanday kasallik, uning kelib chiqish sabablari va davolash usullari haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Vitiligo kasalligi bu teridagi rang beruvchi hujayra melanin moddasini nobud bo'lish bilan kechadigan kasallik hisoblanib, o'zi melanin moddasi bizning organizmimizda terimiz rangini bildiradi. Mana Afrika davlatlaridagi insonlarda bu melanin moddasi ko'p bo'lganligi sababli bular qora tusdagi teri rangi kiradi. Bizni o'lkamizda bu o'rta melanin miqdori saqlagan bo'lgani uchun bizning terimiz mana odatiy teri rangda bo'ladi, hisoblanadi. Bu vitiligo kasalligida shu melanin rang beruvchi hujayra nobud bo'lishi bilan kechadigan kasalliklar turiga kiradi. Buni kelib chiqish sabablari bu sababi ko'p bo'lgan kasalliklar turiga kiradi. Avvalambor birinchi navbatda bu stress holatlari, asabiy zo'riqishlar, biror bir tushkunlik yoki asab tizimining zo'rayishi natijasida bizning organizm javob reaksiyasi teriga rang beruvchi hujayralarni nobud bo'lishiga olib keladi. Undan keyin o'z navbatida terimizda autoimmun proseslar, bularga qalqon osmon bez faoliyatining o'zgarishi, bu gormonlar faoliyatining kamayishi yoki ko'payishi autoimmun proseslarni chaqiradi. Hamda organizmdagi kerak bo'lgan vitamin va mikroelementlarning yetishmovchiligi ham bu organizmga kerakli bo'lgan moddalarning yetishmovchiligi, moddalar almashinuviga ta'sir qilgan holda o'sha melanin teriga rang beruvchi hujayraning sintezida ishtirok kamayganligi munosabati bilan kelib chiqishi mumkin. Va O'zbekiston sharoitida eng ko'p so'raladigan savollardan gijjalar, bu parazitlar bu kasallikka ta'siri haqida ko'pchilik biz dermatovenerologlardan so'rashadi. Ha, albatta, gijjalar asosiy keltirib chiqaruvchi manba hisoblanmasdan, lekin kasallikning kechinishi da o'z hissasini qo'shadi. Shu organizmda parazitlarning bo'lishi, organizmga kerakli bo'lgan vitamin, mikroelement yetishmovchiligiga olib kelgan holda bu parazitlarning ham o'z roli bor. Va hozirgi kunda ko'pchilik bemorlarimiz vitiligo tashxisi qo'yganimizdan tushkunlik holatiga tushishadi. Bunda o'z navbatida birinchi savolligi vitiligo tuzaladimi degan savol berishadi. Biz baralla ayta olamizki, ha, albatta kasallikni o'z vaqtida aniqlasak, uni keltirib chiqaruvchi sababini to'g'ri tashxislasak, albatta bu vitiligo tashxisini davolasak bo'ladi. Bizning dermatovenerologiya kosmetologiya markazimizda bu davolashning barcha usullari mavjud bo'lib, birinchi navbatda konservativ o'sha dori-darmonlar bilan o'z navbatida innovatsion hozirgi kunda yuqori texnologiyaga ega bo'lgan fizioterapevtik muolajalar, bularga har xil UV nurlari yoki fototerapiya usullari hamda turli tuman maxsus oq dog'larni o'ziga qiladigan maxsus mezopreparatlardan foydalangan holda bu kasallikni hozirgi kunda samarali davolab kelmoqdamiz. Innovatsion bo'lgan shu melanin hujayralarini ko'chirib operativ usulda ham bu oq dog'larni hozirgi kunda samarali davolab kelmoqdamiz.